bolang bo'lsa nimalar bo'ladi? Bittasini eplaguninggacha ikkinchisi hamma yoni dabdala qiladi. Ana ukam tukdi, ukam muring. Uy endi hech qachon toza bo'lmaydi. Keyin o'yinchoqlarni yig'ishtirlaring. Sening soching yulma. Tushqi bo'ldingmi? Artib qo'yingmi? Men mumiyaman. Qo'shnilaringiz kamida 2 mahal chiqib, bolalaringizni sho'xligidan shikoyat qilishadi. Bularga deb hech qatga chiqa olmaysan ham. O'rtoqman hisoblab chiqdim. Seni nikoh to'yingga ham, bolangni beshik to'yiga ham, ikkinchi bolangni sunnat to'yiga ham bora olmas ekanman men bilan dastida. Kamiga bir-biridan rang oladi bular. Bittasini qonni orisa, hammasini ko'riydi. Bittasi yig'lasa, hammasi yig'laydi. Bittasi uyg'onsa, hammasi uyg'onadi. O'g'il bolasini ko'chaga chiqarib yubora olmay o'lasan. Faqat telefonda o'tiradi bu. Bor ko'chaga chiq, o'rtoqlar ko'chaga aylan, zagar. Qiz bolasi ko'chadan kelmaydi. 10 ta kuchi uyalasa to'yadi. Bora-bora uyda sog' narsani o'zi qolmaydi. Chaynalgan, pult buzilgan, televizor o'yib tashalgan dovonlar. Qizing bo'lsa kosmetikalaringni bekitib yurmasang bo'lmaydi. Voy, mol shuncha tanalning rasosini chiqaribsan. Chiroyli bo'lib qolmanmi? Adangga o'xshab qopsan. Biror joyga borishga ham qo'rqasan, ayniqsa mehmonga borganda dasturxonni shipirib tashashadi. Kamiga bular taqinchoqlaringni ham taqib yuradi. Prosta yursa mayli, yo'qotib ham keladi. Tillalarimni ko'rdilaringmi? Yo'q. Bitta tillamni qoldirmadilar. Odammas ekansiz. Bo'ldi, yig'lama, tillaga shuncha o'qimanmi? Bitta ham tillam qolmadi, hammasini yo'qotib o'ldiradi. Kiyimingni kiyman bilan ham kiyimlashtir, shuni hal qilamiz, yur. Ha, yur. Kakra 8-martga senga nima sovg'a qilishni bilmay yurdim. Imkon savdo markazida barcha turdagi tilla taqinchoqlar sotuvi mavjud. Bu tilla taqinchoqlarni 12 oylik muddatli to'lovga, boshlang'ich to'lovsiz olsa bo'ladi. Birgina pasport yetadi yoki mashinang bo'lsa, texpasportga ham olsang bo'ladi. Zo'r ekan. Bo'ldi, mana shu ko'rgan uzugini korobkaga solib bering. Uzuk qani? Hoy, yutordi, hoy chiqamiz. Mayli, nima ko'rsa og'ziga soladi deb u yer bolam tillarni tug'amiz. Kamiga bularni aylantirishga ham olib chiqish kerak. Qo'shni, bitta bolangiz qani? 4 deydi-yu. Azat 3tasi bor, hech dars qilmaydi. Ko'pligidan bittasi yo'qolsa hech nima o'zgarmaganda ham bo'ladi.